Bilasizmi onajon, ushbu surpriz sovg'ada o'g'lingiz Abduqayim akani siz uchun yozib yo'llagan she'riy sovg'asi ham bor ekan. Maylimi, hozir shu she'riy sovg'ani ham sizga o'qib eshittirsak? Ona, mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mo'yqalam naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal. Ona, oralab qolibdi sochlaringga oq, ol mening sochlarim qoralarini, tishlaring tushibdi xo'rsinma biroq, ol mening tishlarim saralarini. Xiralashib qolmish ko'zlaringda nur, ko'zlarim nurlarim olgin onajon. Roziman xizmating qilsam bir umr, yuragim qo'rini olgin onajon. O'zing yemading yedirding menga, o'zing kiymading kiydirding menga. Gavhar shamchiroq tuyuldim senga, go'yo atrofimda aylanib yurding. Ko'zingdan uyquni olgan kechalar, oroming buzgan sho'x beboshligim. Oh, qalbing oliy janob ekan bunchalar, ko'zingni quvnatgan olov yoshligim. Bular hammasi umringni zahmati emasmi ona? Bularning barchasi umringni himmati emasmi ona? Zamonga murabbiy, zamonga jonsan, olamga nuru ziyo taratgan ona deya ushbu she'riy sovg'ani hamda go'zal dil izhorlarni sizga cheksiz hurmat va mehr muhabbat ila o'g'lingiz Abduqayim aka, mehribonimiz, duogo'yimiz, hoji onamiz uchun deya loyihamizga yozib yo'llagan ekanlar. Biz esa siz uchun atalgan surpriz tabriknomani sizga o'qib eshittirdik onajon. Rahmat. Onajon, ayni dam sizga ham imkoniyat beramiz. Marhamat, sizning ham dilbandlaringiz uchun atalgan dil so'zlaringiz, duolaringiz bo'lsa, biroz fursatlardan so'ng yaqinlaringiz sizning ovozlaringizni tinglab xursand bo'lishadi. Marhamat, biz sizni eshitamiz. Avvalo bolalarim sog' salomat bo'lsin. Hamma yaxshi kunlarda shunday ko'rish kerak.